Assalomu alaykum. Bugun biz sizlarga o'zbek tili namoyandasi, so'z mulkining sultoni Alisher Navoiy haqida ma'lumot beramiz. U 1441-yil 9-fevral sanasida Hirot shahrida tavallud topgan. U yoshligidan ilmga qiziqqan, ko'p kitob o'qigan va bilimli shaxs bo'lib yetishgan. Bugungi kunda Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligi yurtimizda keng miqyosda nishonlanmoqda. Barcha turkiy xalqlarda 9-fevral sanasi eng qadrli kunlardan biri sifatida qadrlanadi. Alisher Navoiy nafaqat shoir, balki mutafakkir, davlat arbobi va xalqparvar inson bo'lgan. U turkiy tilda ijod qilib, bu tilning qadrini ko'targan va uni adabiyot tili darajasiga olib chiqqan. Navoiyning asarlari biz uchun bebaho meros bo'lib, ular hozirgi kunda ham yoshlarni tarbiyalashda, ularning ma'naviyatini yuksaltirishda muhim o'rin tutadi. Alisher Navoiy faqatgina shoir emas, balki u so'z qudratini his qilgan buyuk insondir. Bugungi kunda Alisher Navoiyning yozgan asarlari qalbimizda chuqur o'rin egalladi va bizga hayotiy saboqlar berdi. Hozir men sizlarga Navoiy g'azallaridan bir parcha o'qib beraman. So'zdirki nishon berur o'likka jondin, so'zdirki berur xabar ko'ngilga jondin. Inson so'z ayladi judo hayvondin, bilkim gavhari sharifroq yo'q ondin. Bu baytda Navoiy shunday demoqchi. So'z qalbni uyg'otadi, hayot baxsh etadi va insonni inson qiladigan eng qimmat narsa hisoblanadi. Alisher Navoiy qoldirgan meros bu faqat she'rlar emas, bu butun bir ma'naviyat maktabidir. U o'z asarlari orqali insonlarni yaxshilikka, odob-axloqqa, mehr-oqibat va ilmga chorlagan. Navoiy bizga shuni o'rgatadiki, insonning boyligi bu uning tarbiyasi, bilimi va ezgu amallaridir. Bugungi kunda ham Alisher Navoiy o'z asarlari o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Biz yoshlar Navoiy asarlarini o'qib, unda o'rnak olishimiz, uning qoldirgan merosini qadrlashimiz kerak. Shuning uchun Alisher Navoiy xalqimizning faxri, millatimizning buyuk siymosi bo'lib qoladi. U so'zning qudratini ko'rsatdi, qalblarni uyg'otdi va insoniyatning haqiqiy qiymatini eslatdi. Shuning uchun ham Alisher Navoiy millatimizning faxri va qalblarimizning ustuni hisoblanadi. Alisher Navoiy faqat she'r emas, so'z orqali hayot darsini ham qoldirdi. Navoiy nomi abadiy, uning so'zlari esa qalblarda mangu yashaydi.